Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimi yaxshi turdinglarmi? Tunagan gapimning oxirida yangi bir sotsial media kampaniyasi boshlatmoqchi. Bu social medianing bu hashtagning ismi Xinjiang propaganda qarindoshlar. Xinjiang propaganda nima desanglar, mush yaqinning yaqi uqmayman diqqat qildinglarmi? Chet eldagi Uyg'urlar tuzuk Twitterga o'tyapmiz-ku. Lekin hozir vatanning ichidagilar Twitterni ishlatyapti. Ammo albatta bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz vatanning ichidagi qarindoshlarimiz o'zligidan Twitter ishlatmaydi. Xitoy ba'zi Uyg'urlarni tanlab turib, mushu Xinjiang xao, Xinjiang yaxshi, ya'ni Xitoyning o'zining Qızıl təşviqatını, CCP təşviqatını yəni dünyaya yanıltmoqchi. Çünki yaqin belki diqqat qilsizlar, Xitoyning nurg'un yağın hesabları Twitter orqali taqilib ketib bordi. Hatto cho'ng agash kuchi, ya'ni jiq agash kuchi bo'lgan masalan Global Times. Masalan Global Times'ning qanchalik agash kuchi bor ko'rsatib beray. Global Times'ning Global Times'ning 1.8 milyon agash kuchisi bor. Ya'ni Yarshar vaqt gazetining 1.8 milyon agash kuchisi bor. Lekin mushta Xitoy tashviqotini qilayotgan gazetlarni Xitoy cheklayotdi. Masalan, mushtaqchiq agash kuchisi bo'layotgan bir kanalda masalan hambaxinlish yoki yaxshi ko'rinish soni buningdan nechasi jiq bo'lish kerak. Masalan, buni odatdagi hisoblarmi buni qila oladi. Mushu Twitter bularni hozir cheklayotdi. Hammanglar bilsa, shu Amerika davlati bular bisim qilib cheklayotdi. Shuning hozir bular nima qilyapti? Bular hozir bizning vatandagi tashviqotini bular qilmay, hozir bular shu Uyg'urlarni Twitterga ko'chaga zotdir. Biz xuddi biz chet elda turib, Uyg'urlar Twitterga ko'chinglar davatgandek, u Xitoy vatanning ichidagi Uyg'urlarni Twitterga ko'chgizotdir. Masalan, ba'zilarining hisobotlari yangi ochilgan, agash kuchlari ancha jiq emas. Masalan, yangi ochilgan-ka, lekin qilgan tashviqoti Beautiful Xinjiang, hatto inglizcha tashviqot qildi. Anonlikin bular mushlarni ishlatish orqali bular endi boshlayotdi. Garchi bularning ba'zi agash kuchlari oz bo'lgan bilan, bular asosida jiqiydi qarindoshlar. Shuningga mushtaq narsalarni ko'rgan chog'da buni nima deymiz? Buni Xinjiang propaganda deymiz. Buning ismi Xinjiang propaganda. Endi bu yerda bu ismning biz asli bir necha qarindosh bilan o'tirib qanday ism qo'ysak bo'larmiki deb shuning bilan Bahram Sintash qarindoshimiz hammalar bilsizlar. Mush ismini tanladi. Hammamiz to'g'ri ko'rdik. Shuningga mushni boshladik. Mana mushta tashviqotlarni ko'rgan chog'da mana bir bassanglar YouTube kanallari bor. YouTube kanallarga kirgan chog'da bizning Uyg'urlarni ko'rsizlar. Xitoy hukumatini, Xitoy rejimini maqtab, bizning hayotimiz anda yaxshi, bizning hayotimiz munda yaxshi deb metrolarni ko'rsatib, tamoqini ko'rsatib, mana tamoqlarni ko'rsatib, uyning cho'ng kichikligini ko'rsatib, mana Bingshanning ichida, Tonglatquning ichida go'sht bor deb, mana ishimiz bor deb. Masalan, mening agash kuchisi yo'q-ka, bu yangi ichilgan-ka. Yana birisining, masalan, Uyg'urning vatanning ichida turayotgan bir Uyg'urning endi bularni zo'rlab chiqaryapti-da. Bularni bir tillashning minimisi yo'q hamda. Masalan, Pragada birisi bor kemiyada. Mana qarab beqinglar, 10 ming agash kuchisi bor ekan. Masalan, 3-4 oy bo'pti ichilg'ili. Hatto miyagimi Xinjiang deb qo'yapti. O'xshash tashviqot, o'xshash narsani ham bekilindi. Mana Urumchining kech ko'rinishi bunday chiroyli deb inglizcha tashviqot qilib miyada mana. Mana inglizcha, arabcha tig'i. İngilizce, Arapça tashviqot qilyapti mana, ko'rdinglarmi? Endi ma'lani açsanglar, o'zingizlarga ayon bo'lib, o'zingizlar ko'rib ichib beqinglar. Endi mushtaq darslarni ko'rgan chog'da Twitterda, Facebookda, YouTube'da buningga chunki hozir
Bunu zaten Twitter bunu farqlılık. Hatta bir neçe başka hesaplar battı. Ular kirsem Twitter ularını çekilip yutuptu. Özlükini çekilip yutuptu. Lekin mani özümüzün sosyal medyada bo'layotgan jingimizni bir kun tartibga akilish uchun mana mushtaq narsa ko'rgan chog'da astiga inkas yozib yoki bo'lmasa retweet qilib bu yerda mavu Xitoyning tashviqoti, mavu Xinjiang propaganda, amaliy ahvol bunda emas. Amaliy ahvolda navada Uyg'urlar haqiqatan musha Twitter, Facebook, musha sosyal medyalarni ishlatadigan bo'lsa, biz still no info, ha? Ismlar bormi still no info deb yana Bekram qarindoshimiz boshlatgan bir necha hashtag faoliyati bordi. Still no info, men tuqqanlarimdan xabar ololmayapman deb bunda qaqshab ketmaydi, shunami? O'ylab yiqinglar, haqiqatan Uyg'urlar hammadan ichida, hammadan teshida Twitter o'ynagan bo'lsa, ha? Twitter o'ynagan bo'lsa yoki bo'lmasa Facebook o'ynagan bo'lsa, yilimi qaynab ketib bordi-ku, endi Voluschi Uyg'urcha deb qaqshab ketib bormiz-ku. Agar vatanning ichidagilarmi biz bilan tang qatnashib qolgan bo'lsa, qancha qiziydi danglar, shunami? Yilimi nim qilib ketdik. Shuningga mani kun tartibga akilish uchun mushini nim qilinglar. Nima? Vatanda Twitter ishlatamdi aka. Ya asli birsimiga yozibdi. Vatanda Twitter ishlatamdi aka. Nima asli ishlamaydi qarindishim. Bu yerda bir nechasiga mushtaq Xitoyning tashviqotini qilg'izyotdi. Endi uning oxirida bir Xitoy tweet qilyotgandi, uni uqmaymiz. Yo'qsa Uyg'urchani polni bildigan qarasanglar arabcha, inglizcha tashviq qilyotdi. Hammanglar bilsizlar, bizning vatanning ichida qaysi Uyg'ur arabcha o'rganolmaydi bugungi kunlikda? Ha? Qur'oni Karim o'rgandinglar deb tashlayotsa, Qur'oni Karim o'rgatdinglar deb tashlayotsa, qaysi Uyg'ur hozir arabchani qo'rqmay ishiltalaydi vatanning ichida? Yilg'i arabcha tuzuk koniziqnimi, tuzuk Uyg'urchami gapirmoqdimiz. Shuningga, mushta har qanday bir Xitoyning vatanning ichida bo'layotgan tashviqotni buni Xinjiang propaganda deymiz. Mushuni ishiltinglar. Ve bu zaten abay degandek bunu dünya farqlılık müşabahatını, lekin hozir Uyg'urlarni ishlatib turib, hatta ma Praga deganga men ayrimxonasiga xat yozdim. Tig'i onundan javob kelib qolsa, onungni chiqarman qandaq gaplarni qildi. Qarsam ma Praga degan hisob kirsanglar, xat yozg'ili bo'ldi ekan. Salom, yaxshimisiz deb xat yozib qo'ydim. Shu qaynashda jiq tutmay, abay degandek Xinjiang propagandasini başlattık. Hammamizning faoliyati, ya mening ya boshqa birisining faoliyatimiz, hammamizning tashviqoti bo'ldi bu. Abay degandek buning ijodkori Bekram Sintash. Hammamiz to'g'ri ko'rdik buni, bizning guruhdagi qarindoshlar. Bularni qarindoshlar. Savolinglar bo'lsa, olay qarindoshlar. Şu abay degandek asli ishlatkil bo'lmaydi qarindishim. Facebook va Twitter ishlatkil bo'lmaydi. Lekin ba'zi Uyg'urlarni ashtaq ishlatkizdi. Sen ishlatsan bo'ldi, ishlatgan chog'da bundan narsani chiqaringlar. Masalan, YouTube'da bir qiz bor, 100 mingdan ortiq Uyg'ur qiz bor, 100 mingdan ortiq agash kuchisi bor. Normalda ishlatmaydi. Faqat shu Xitoyning kompartiyaning tashviqotini qilg'ashqa aşağıda qo'rqmay chiqib, maqtab metrolarga chiqib, biz şu anda taraqqiy qilgan, bunda taraqqiy qilyapti. Shuni buning ismi, buning hammasining ismi Xinjiang propaganda. Propaganda degan gapni bilsizlar tushundirmasammi? Mush ishiltinglar. Ya'ni mushuni ishiltib kun tartibga akilaylik qarindoshlar. Bilamdi. Boshqa gapim yo'q. Qolgan fikringlar bo'lsa, mushning ostiga inkas orqali qo'yasizlar. Yana bir saat emas 50 minutdan keyin Adrian Zenz bilan naq maydon chiqadan bo'ldim. Shu yerda ko'rishaylik. Planni qarindoshlar. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Taqt qo'yinglarmi? Jiq-jiq shiltinglar.